Qarzingiz, kreditlaringiz, pul yetishmovchiligi endi sizga butun umrga tark etib, sizni umuman bezovta qilmaydi. Agar siz bu darslikni oxirigacha ko'rsangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Muslimalarim, go'zallarim, yaxshimisizlar? Kayfiyatingiz yaxshimi? Navbatdagi YouTube orqali darslik bilan siz bilan uchrashgandan juda ham xursandman. Albatta, hoziroq YouTube kanalimga obuna bo'lishni, like bosishni esdan chiqarmang, yo'qsa meni boshqa tekin darslarimni aynan YouTube kanalimda ko'ra olmaysiz. Qarzdorlik, kreditlar, doimiy pul yetishmovchiligi. Bu har bitta insonni hozirgi kunda eng katta qiynayotgan viruslardan biri desak bo'ladi. Men sizga bundan chiqish borasida 3 ta eng zo'r yechimni, sirli formulani beraman. O'zi keling, birinchi bismillah deb boshlaymiz. Kimlar qarzi, boshi qarzdan chiqmasdan kreditga kirib, doimiy pul yetishmovchilikda yuradi. Siz bu gapni million 5 ming marta eshitgansiz, lekin hech qachon ishoning hozirdaga anglanmagansiz. Birinchisi o'zini doimiy ayblaydigan insonlar. Bilasizmi, yaqinda bitta mijozim murojaat qildilar. Albatta ismlari sir saqlanishini so'ragan holatda iltimos meni hayotimni aytib beringki, boshqalarga o'rnak bo'lsin dedilar. Turmush o'rtoqlari oilada katta farzand ekanlar. Ya'ni ular 3 ta o'g'il ekan va bu menga murojaat katta kelindan bo'lyapti. Turmush o'rtoqlarini topgani faqat qarzga ketar ekan. Topganlari faqat qarz va kreditga ketar ekan. Turmush o'rtog'im juda ham zo'r joyda ishlaydilar, lekin nimagadir bizni barakamiz yo'q. Pul keladi, lekin tez ketadi. Daromadimiz doim xarajatdan kichkina bo'lib qoladi. Xarajat kundan kunga oshib ketaveradi. Buni ustiga yetmagandek, qaynonam meni erimga sen ota o'rnida otasan, sen kattasan, sen katta farzandsan degan gapni juda ko'p takrorlaydilar va natijada men erimni birinchi navbatda o'zlaridan ko'ngillari to'lmaslik, o'zlarini ayblashlik, o'zlaridan doimiy ichki tanqidlari bilan o'zlariga tinchlik bermasliklarini ko'raman deb menga murojaat qildilar. Bu juda ham to'g'ri tahlil. Odatda qarzda, kreditda, pul yetishmovchilikda yuradigan deyarli aksar insonlardagi eng katta birinchi sifat bu ularda doimiy energiyani yo'qligi. Energiya yoki doimiy o'zini ayblashga, o'zini tanqid qilishga, o'zidan ichi to'lmasligiga va bo'yniga juda katta yuklamalarni olishga sabab bo'lganligini ko'raman. Misol uchun hozirgi holatda san kattasan. Bu juda katta mas'uliyat, bu juda katta yuk. Men har bitta onaga aytgan bo'lardim, iltimos, hech qachon farzandingizga san kattasan, san majbursan degan tushunchani bermang. Chunki istalgan bir insonni xohlasangiz hozir o'zingiz ham shu mashqni qilishingiz mumkin. Qarzda, kreditda yuradigan insonlarda xuddi tog'dek yukni bo'yniga olib, uni ortib yurgan insonga o'xshagan bir og'riq bo'ladi. Kechqurunlari tanasida zirqiragan og'riq, hatto yegan ovqatini ham ta'mini his qilish bo'lmaydi ularda. Chunki ularda tursa ham, o'tirsa ham, yursa ham faqat bitta xayol, qarzim ussam, qarzim ussam, qarzim ussam. Qarzni o'zish uchun birinchi navbatda energiyani to'g'ri taqsimlash kerak. Bitta narsani to'g'ri tushuning. Siz o'zingizni ayblaganingiz bilan, ichingizdan o'zingizdan ko'nglingiz to'lmagani bilan, doimiy hamma narsa o'ylaganingiz bilan qarz yopilmaydi. Aksincha teskasiga ketishni boshlaydi. Chunki sizdan ajraladigan kundomda berilgan quvvat mana bu narsalarga ketib qoladi va qarzingiz kattalashishni boshlaydi. O'sha uchun birinchisi ayblashni, ichki tanqidni, bo'yningizga ko'p keragidan ortiq, me'yordan ortiq mas'uliyatni olishni va iltimos joningizni qiynashni to'xtating. Chunki siz tirik bo'lsangiz, sog'lom bo'lsangizgina qarz uza olasiz. Qarzni uzish uchun siz sog' va tirik bo'lishingiz kerak. Bir kun kelib qarzingiz uziladi, lekin yo'qotgan sog'ligingiz ishoning yillar davomida ham ortga qaytmaydi. Sog'lik juda tez yo'qotiladigan, lekin juda ham qiyin olinadigan bizga berilgan ne'matlardan bittasi. Demak, istalgan bir qarzdorning ichida aybdorlik, majburiyat, men jamiyatga ko'proq narsa qilishim kerak degan tushunchalar yotadi. Bolalik travmalari yo'q narsa, bo'lmagan narsa. Bu psixologlarning uydirmasi, ularning biznesi bu, boshqa hech narsa emas deyotganlarga men aytaman. Travmalar borki, aksar insonlar hozir xiyonat qilyapti. Travmalar borki, ishlanmaganki, aksar insonlarning boshi qarz va kreditdan chiqmayapti. Travmalar borki, ajrim ko'payib ketyapti hozirgi zamonda. Nimaga? Mana birgina tushuncha, yoshligida doimiy aybdor va majburiyat bilan katta bo'lgan bolalarda ularda ichidan ko'ngli to'lmaslik va men nimadir katta ish qilsamgina men yaxshi ko'rilaman, men tasdiqlanaman, o'shanda yaratgan mendan rozi bo'ladi, o'shanda men xotirjam bo'lsam bo'ladi degan tushuncha yotadi. Lekin bitta o'ylab qarang, har bitta jarayonda me'yor muhim.
me'yor buzilgan joyda albatta buzilish birinchi navbatda energiya bilan sodir bo'ladi. Pul bizni energiyamizni ekvivalenti, energiyamizni ko'rsatadigan oyna. O'zini ayblaydigan insonlarda qarz va kreditlar uni hayotiga jazo sifatida kirib kelishni boshlaydi. Siz aytishingiz mumkin, yozilganda, kechirasiz, qadarimizda yozilgan, yaratgan bizga bergan imkoniyatlar juda ham chegarasiz. Siz biron bir narsaga qarz bilan ham erishishingiz mumkin, kredit bilan ham erishishingiz mumkin, naqdga ham erishishingiz mumkin. Demak, birinchisi bu o'zini ayblaydigan insonlarning psixologiyasi bu. Inson toki ayblashdan, o'zini ezishdan, o'zidan ko'p narsa talab qilishdan to'xtamas ekan, qarz ustiga qarz kelaveradi. U ya'ni qarzdan qarzgacha yashaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu hozir kunda eng avj olayotgan narsa bitta tushuncha, noto'g'ri ustanovka pul haqida. Qarz olmasam qayerdan olaman? Kim menga buncha pulni beradi? Qarz bilan-de, noto'g'ri fikr. Inson o'zini gumonlarida yashaydi. Hozir kunda qarzsiz yashayotgan insonlar bor. Alhamdulillah, ulardan bittasi manman. Men bitta gap aytaman, faqat yaratgandan jonim uzish qarzim bor, xolos. Meni insonlardan qarzim yo'q. Bu holatga kelish mumkin. Men ham bir paytlar o'ylardim, ya'ni atrofimdagi hali ilmi yetarli bo'lmagan, pul psixologiyasini bilmaydigan, pul ilmini bilmagan insonlarni ko'p eshitgan, dinozavr davrida bir paytda men ham shunaqa o'ylardim. Istalgan bir narsani bo'lib to'lashga oling va naqd berishga oling. Ana o'shanda his qilasiz, naqd to'lov bilan berilgan o'sha olgan narsangizda yengillik his qilasiz. Chunki har gal o'sha narsaga qaraganda, voy to'lashim kerak deb o'zingizni ezmaysiz. Bo'lib to'lash sizni nazaringizda xuddi oz pul ketib, xuddi yo'qdek chiqib ketgandek ko'rinadi. Lekin uni sizga bergan stressni siz tasavvur qila olmaysiz. Har gal o'sha telefoningizga, o'sha mashinangizga, o'sha buyumingizga qaragan paytingizda pulini berishim kerak degan ichingizdagi ichki xavotir sizni quvvatingizni yeyishni boshlaydi. Qarzdamisiz, kreditdamisiz, pul yetishmayaptimi? Sizdagi noto'g'ri pul haqidagi fikrlar hali ham hukmron. Qarzga olmasam qayerdan olaman? Qarzsiz ham naqd olish mumkin. Birinchi navbatda ong ostingizda aynan pul bilan bog'liq bo'lgan noto'g'ri ustanovkalaringiz, bloklaringiz bilan ishlang. Endi hozir shu-de, nima qilasan? Endi hamma shunaqa qilyapti-de, boshqachasiga iloji yo'q-de, bo'lmagan gap. Siz biron marta o'tirib, daftar ruchka olib, yaratgan ekan, men shu narsani qarzga emas, naqdga olmoqchiman. Menga naqddan olish imkoniyatlarini ber, sababiyatlarini ko'rsat va sababiyatda turishni menga oson qil deb niyat yozib, duo qildingizmi? Biron marta so'radingizmi? Yo'q. Chunki siz aminsiz, so'raganingiz bilan ham bu narsaga faqatgina qarz bilan erishish mumkin. Tabiiyki, har bitta inson gumonda yashaydi. Mana bir paytlar xuddi shunaqa gumonda yashardim va natijada men ham hamma narsani qarzga olardim. Ya'ni qarz olsam, bo'lib to'lab borsam, xuddiki nazarimda u mendan chiqib ketmayotgandek ko'rinardi. Lekin qachonki men naqdga olish ongiga o'tganimda, nimadirni olsam, o'sha protsessda shundoq berib olganimda shu qadar yengillik, shu qadar huzur va ongimda bo'larkan-ku degan tushuncha paydo bo'lganini bildim. Bitta jvachka va semichka naqd pulga oldimmi, demak uyni ham naqd pulga olish imkoniyatini yaratgan ekan, bergan. Bu uchun meni ongim tayyor bo'lish kerak. Agar men ichimda yo'q, faqat kreditga ola olmayman, pulim yo'q deb tursam, tabiiyki men gumonimda yashayman. Keyingisi, bu ayniqsa doimiy puli yetmay yuradigan odamlarga tegishli qoida bu. Sizlar bilasizlar, bizning eng katta ошибка nima? Sizlar qo'lingizga tushadigan pulni hali pul qo'lingizga tushmasdan xarajatni o'ylaysizlar. Falonchaga falon million beraman, pismadonchaga pismadon beraman, anonga mancha kredit beraman, mana bunaqa qilaman. Tamom-de, qarang. Pul hali kelib tushmadi. Sizni nima deydi, koshelogingizga, hamyoningizga tushmadi. Hali sizni qo'lingizga kelib tushmadi. Lekin hali kelmayotgan, lekin keladigan pulni energiyasini o'sha parchalab yo'q qilib bo'ldingiz. Baraka nima degani bu? Baraka his qila olishlik birinchi navbatda. Men hamma insonga aytaman. O'zim ham bir paytlar, aynan qarzim bo'lgan paytda, kreditim bo'lgan paytda shu praktikani qo'llaganman. Pul keldimi qo'lingizga, avval uni his qilishga qo'yib bering. Mazza qiling. Расслабиться qiling, rohatlaning. Mana pul keldi. Iltimos o'sha pul xarajatini o'ylamang. Antika hozir 1 million berib, menga hozir 200 ming berib, antika hozir 300 ming berib, shu bilan pulim tugab qoladi deursiz, ichingizda pulni siz mana shu 1 oy ishlagan, misol uchun 2 million pul kirib keldi. 2 million o'sha 2 million olgan mehnatingizni
his qilib, o'zingizdan ko'nglingiz to'lib, bitta samotsankangiz ko'tarilib, dopaminni his qila olmaysiz. Men shu odatda aynan o'sha qarzim, kreditim bo'lgan paytda shuni qo'llashni boshlaganman. Topdim o'sha pulni, oyligimni oldimmi? Shunda his qilish boshlagan. Молодец. Sen mana shuncha pul ishlading, mana shuncha ketgan umringga birinchi his qilib, uni albatta kashlogimga qo'yib, har gal qaraganimda ko'zim quvnab 1-2 kun, undan keyin boshqa o'sha kredit bormi, qarzim bormi, kimdandir olib turgan qarzim bormi, qayergadir berishim kerak bo'lgan joylari bormi, berganimda ichimda yanami degan norozilik kelmadi. İçimde ketib qoldi degan qo'rquv kelmadi. İçimde pulim tugab qoldi degan ichki norozilik va xafagarchilik yuzaga kelmadi. Tushundimki, agar men qarzdorlik, kreditlik, pul yetishmovchilik, ya'ni kreditorlik, doimiy kreditga pul oladigan, doimiy pul yetishmovchilik ongidan chiqmoqchi bo'lsam, birinchi navbatda uni hissiyotini berishim kerak. Meni qalbim pul, ya'ni pulni olgandagi xudoga shukur degan mana shu mazza rohatni tanimaydi. Unga doim pul keladi, ketadi, pul keladi, ketadi uchun u nervni bo'lib qolganligini tushundim va o'zimga qo'yib berdim. Ya'ni o'sha pulni energiyasini, pulni o'sha bir oy davomida ishlagan pulimni hatto bu o'zimni maqtab 1-2 kun mana молодец, sen olding deb huzurlanishimga qo'yib berganimda, ya'ni mazza qilib, расслабиться qilib, dopaminni olganimda, keyingi xarajatlarim tezroq yopilganini ko'rdim. Chunki pul bu energiyani bir bor aytaman. Norozilik bo'lgan joyda, xafagarchilik bo'lgan joyda, doimiy charchoqlik bo'lgan joyda baraka qochadi. Baraka bu birinchi his qilishlik. Aksar insonlar baraka mana bunaqa o'ylaydi. Qo'limdagi $10,000 bo'lsa baraka, kechirasiz. $10,000 bo'lsa, $20,000 qarz bo'lsa, u baraka emas hali. Baraka bu sizga kirib 1 so'mmi, 1000 so'mmi, 500 so'mmi shuni olib, siz mazza qilib ishlatib, rohatlanib sizga buyurishi bu baraka. Baraka sizga kirib kelgan summani sonida emas. Baraka sizga kirib kelgan summani nimalarga ishlata olishingizda, mazza qila olishingizda. O'sha uchun ham birinchi navbatda qo'yib bering. Va eng katta bitta qarzda yuradigan, kreditda yuradigan insonlar qiladigan minusi bor. Ular o'ziga dunyodan rohatlashga qo'yib berishmaydi. Misol uchun, hozir men bitta pul ko'rishda aytdim, qolgani misol uchun, yo'q, hozir men 500 minglik emas, 50 ming so'mlik yetadi. Yo'q, 50 ming so'm emas, hozir men 5 ming so'mlik yetadi. Qarang, buni boshqacha versiyada aytishingiz mumkin. Men hozirchalik 500 ming so'mlik emas, 50 ming so'm ishlataman. Shuni yetkazganiga xudoga shukur. Shukronalikda ham buni olish mumkin. Norozilikda ham buni olish mumkin. Tushunasizmi? Siz aytishingiz mumkin. Tabiiyki siz aniqda sizni har oy 2 million kredit kutib tursa, siz ham tirjayib 500 minglik narsa ishlatmaysiz. Nimadir-da, misol uchun. Siz tabiiyki arzoniga qaraysiz, to'g'ri. Lekin hissiyotni almashtiring, hissiyotni. Chunki yaxshi hissiyotlar energiya yig'ilishiga, yomon hissiyotni yo'qolishga sabab bo'lyapti-ku, tushuning. O'sha protsessdagi hissiyotni almashtiring. Mayli, necha yo'q, hech qisi yo'q. Xudo xolasa keyin gal biz 500 minglik olamiz. Xudo xolasa hozirchalik 50 ming so'm yetkazganga desangiz, ichingizda shukronalik, rozilik, vaziyatdan rohatlanish bo'ladi. Yo'q, becharaman, doim shunaqaman, doim skidkaga tushaman, doim arzon narsa qildiraman, qachongacha mana butikdan kiyingim kelyapti, nimaga men degan norozilik bilan olsangiz, mana shu olgan 50 ming so'mligingizni ham siz maza qilmaysiz. Nabarot, energiyangizni yo'qotasiz. Qarzdorlik, kreditdan, pul yetishmovchilikdan bittada chiqishi eng zo'r, eng ishlaydigan formulasi energiyasini boshqara oladigan odam pulni ham boshqara oladi. Lekin aksar holatda biz energiyaga tupurgan, uni bir tiyinga olmagan va hatto charchab ham ishlaydigan holatdamiz. Charchab ishlayapsizmi? Norozi bo'lib ishlayapsizmi? O'zingizdan ko'nglingiz to'lmasdan ishlayapsizmi? Doim hayotingizdagi minuslarga qarayapsizmi? Qarzingizga bog'lanish ehtimolida turibsiz. Chunki men davom etaman, ayniqsa erkaklar qarz yopish uchun uydagi ayol charchamagan bo'lish kerak. Buni menga Rossiyadagi ustozim darslarida o'sha savol javobda bitta erkak savol berdi. O paytda onlayn o'qirdim, o'sha karantin davrlarida edim. Savol berdi. Ustoz, meni qarzim bor, kreditim yopilmayapti. Kreditni yopmoqchiman va naqd pulga o'sha biznesni boshlamoqchiman. Nimadir xato qilaman shekilli, yopilmayapti deganda, birinchi savol berdi. Uyingizdagi ayolingiz charchaganmi? U sizdan xafami? Siz unga kam vaqt ajratyapsizmi dedilar. Ha dedilar, chunki men ko'proq ishlashim kerak, qarzimni, kreditimni o'zishim uchun men xohlamayman doimiy kreditda yurishni. Bu menga stress beryapti. Har oy kreditda o'ylash juda katta menga напряженность beryapti deganlar dedilarki, вот именно siz boringda o'sha ayolingiz bilan birga vaqt o'tkazing. Mayli o'sha qarz turursin. Yarim soat xotiningiz bilan vaqt ajratganingiz bilan qarzingiz birdan ko'payib ketmaydi.
qaytangi o'sha xotiningiz sizdan oladigan energiya, siz undan oladigan energiya sizga o'sha pulni kirib kelishiga sabab bo'ladi. Hamma ishingizni tashlang. Eng muhimi qarzingizni o'ylaydigan daqiqalaringiz va qarzda harakatlanadigan daqiqalaringiz bo'lsin. Misol uchun, dedilar sizdagi eng katta ashibkingiz, siz uyga kirasiz, lekin uyga o'sha qarzi muammosini o'ylab kirasiz. Noto'g'ri. Qarzi muammosi eshikdan tashqarida qoldiring. Uyga kirdingizmi? Xushchaqchaq, xursand, quvnoq, bolalaringiz bilan vaqt o'tkazingki, qalbingiz bolalaringiz bilan o'ynagan dopaminingizni, xotiningiz bilan vaqt o'tkazgan dopaminingizni olsin. Mana shu dopamin pulga aylanadi dedilar. Va bir muddatdan keyin o'sha kursimizdagi savol javobda u yerga yozyapti. Men haqiqatda qarzni o'ylash daqiqalarini o'zimga chegara qo'yganimda, energiyamga e'tiborli bo'lganimda, oilam bilan muammoni qarz o'ylamasdan turib vaqt ajratganimda, xotinimga san ming'illaysan, san to'ng'illaysan, namicha ko'p narsa so'raysan, pulim yo'q deyishni to'xtatganimda, pulimda haqiqatda o'zgarish bo'ldi deganlarini men real case bilan ko'rganman shu erkak kishining og'zidan. Haqiqatda bu natija berganligini. Tabiiyki yana bir bor aytaman, inson birinchi navbatda o'zini holatini boshqarishga harakat qilish kerak. Charchamayman desangiz kelib kimdir sizga dam ol demaydi. O'zingizni energiyangizni boshqarishi, charchoqlik holatdan chiqishi, stress holatdan chiqishi, eng muhimi pul psixologiyasini o'rganib borish uchun hozirroq menga obuna bo'lganingiz yana bir bora tekshir obunani bosing, like-ni bosing, izohlarda tushungan anglashlaringizni yozib qoldiring va meni kuzatishda davom eting. Keyingi darslarda yana ham ko'proq sizga energiya, pul psixologiyasi, qarzdorlik va kreditlar ongidan chiqish, pul yetishmovchilik ongidan chiqish va albatta barakali yashash sirlarini o'rgatib boraman.